Qayerga yo'l oldingiz? Uzoq o'lkalar. Uzoq o'lkalarga. 500 kilometr nariga. 2 yil orzu qilgan joyimizga. Biz Qozog'istonga keldik. Mahalasi. Qaysi shahar? Shimkent. Shimkent. Xo'sh kelding Shimkent. Yandex chaqiradi. Yandex chaqiradi. Bo'lmasa Yandex chaqiradi. Biz Bishkekka keldik. Aholisi. Bektaman. O'zini yangi o'rtoqlarini topib oldi. Bishkekda Yandex'la shunaqa Toyota Camry'da kelar ekan. Komfort. Havo ham kirib ketdi. Welcome to the New York. Can you say again? Welcome to the New York. Funny shit. Bishkek shahridagi eng yaxshi restoranlardan biri bu Novat choyxonasi. Qani tatingchi bir hay? Bo'rsog'dan. Xo'p. Degustatsiya qilib beradi. Bektemir. Juda issiq. Juda issiq. Zo'rmi? Bektemir. Ochamizmi? Ya, shu unpacking qilamiz. Akam bilan ketamiz. Hozir biz pogranichniy postga keldik. Bu yerda har bitta o'tayotgan odamga pasportiga propusк qilib o'tkazar ekan. Sababi Xitoy chegarasiga yaqin bo'lgani uchun. Hammasi dokumentallar. O'rtoqlar, biz yo'l davomida Aksay degan kanyonga to'xtadik. 3280 metr balandlikda. Juda ham sovuq, qo'llarimiz qatib qolgan. Buni faqat nima deydi? Telefon ko'rsatmayapti, gradusni bo'lmasa ko'rsatardi. Juda ham sovuq. Bu yoqda FPV dron uchirilyapti. Shunaqa Kelsuga bo'lgan sayohatimiz nima deydi? O'zgacha boshlanyapti. Xudo xolisa bugun общий bizning sayohatimiz bo'yicha 2-3 kun. Hozir men You have to be careful, this one, he doesn't come back, right? Okay. Okay, so I put it on normal mode. Olingchi. Manual mode is off, so... Oh, see? yeah. Where is it? Be careful, this one doesn't come back. So This, which come back? this doesn't come back. Why? Well, because it's a manual, it's FPV. You don't do this in FPV one. Okay, you want to fly? 1 minute. Are you ready? Yes. Why? Anu qizam dron uchiryapti. Ot. Mana bola ham dron uchiryapti. Biz rasmga olyapmiz. Biz Kelsuda olamiz, dronda. Kelsuda. Sovuq jala. Вообще sovuq. Avvalroq qo'lim muzlab qo'ygan. Qeydamlar perchatka yopish kerak. Qotib qoldingizmi? Qo'llaringizni ko'rsatingchi. Oppoq. Mana terasini oling. Ammo zo'r chiqargan lekin.
Это что? Bismillah. 3500 metr balandlikdagi bizga gostovoy domimiz. Вот. 2 kishilik. Bo'lam. Вот bu yoq nima ekan? Opa, отдельно tualet bor ekan. Вот. Услышали меня? Can you say again? Oh. Parichkalar uchun ham bor ekan. Вот. Ama boplabdi, har bitta komnatada bittadan unitas. Ana kelingchi, bir paravoyni ushlaychi. O issiq. Bu yoqda Antarktidani sovug'i. Qalay? Cho'tk. Ko'rib turganingizdek, bu yerda har xil davlatlardan kelgan turistlarni o'zlarini pullarini yopishtirib ketgan ekan. Biz ham bugun O'zbekistonni 2000 ko'rdik, lekin biz 10.000 yopishtirmoqchimiz. Hozir bunga yozamiz. Qani, nima deb yozaylik? Hop. Yaqinroq qilingchi. Bek chiqyaptimi? Chiqmayapti-ku. Voy, to'xtang. Flomaster yaxshiroq. Bektemir Farohiddin 31-oktyabr 2023 birinchi bo'lib O'zbekistondagi tur filmlardan bizga keldik. Qani, muhrlaymiz. Qatga muhrlaylik? Shu o'zbek tilida. O'zbek tilida. Ha. Ko'rinarmikin? Ha. Hop. Iya, yo'q u. Ya, tugabdi. Ketdik. Qani, muhrlaymiz. Bismillah. Hoppa. Voy, uchib ketyapti-ku. Tagidan ham bitta. Uyni oldi. Ha, o'shadan muxlis qiladi. Bo'llana. Bunday qiling. Hoppa. Zo'r. Taxminan shu yerdamiz hozir. Qanday qilib bu yerga yetib kelganimni ko'rsatib beraman. Birinchi bo'lib Andijondan Toshkentga yo'lga chiqdik. Yo'lga chiqdim. Toshkentdan Taras, Ishumken, Taras va Bishkek. Va Bishkekda bir kun qolib, bu yoqdan aylanib, bu yoqqa keldim. Our dinner. Да, чай берем сами. Olingchi. So'z. Okay. Nimalar kelyaptimi? Hop, komandamizda bitta Filippinlik qiz bilan tanishib qoldim. Salam. Salom, ismi what's your name? Samrazam. Zara. Zara. O'zbekcha aytmoqchi edi, lekin qiynaldi. Ismi Zara ekan. Travel blogger ekan. Instagramini qoldiraman. Bu ham sayohat agentligi qilmoqchi ekan. Ya'ni Filippindan o'sha Indoneziya taraflaridan, Malayziya taraflaridan turistlarni olib kelib, aynan O'zbekiston, Qirg'izistonga sayohatlar tashkil qilmoqchi ekan. Shuning uchun bu kelajakda o'sha biz bilan birga hamkorlikda ishlamoqchi. Shunaqa Instagramni ko'rib juda ham zo'r kontentlar qilar ekan, fotolar, videolar ko'rishingiz mumkin. So, I'm going to Uzbekistan. O'zbekistonga bormoqchi ekan. When you will go to Uzbekistan? Soon. Soon. Yeah. In the next few days, yeah? Yeah. Yaqin kunlarda bormoqchi I'll ekan. travel with O'zbekistonda ko'rishmoqchimiz. Yes. Yeah. Ko'rishamiz. What do you want to say again? See you Uzbekistan. See you in Uzbekistan. Yeah. Okay, I'll be sleeping now.
Can I count your things? 10, 11, 12, 13, 14, 15. Нам не хватает двоих. Подожди. Это Маша? Kelsuga juda ham oz qoldi. Ana shu cho'qqilar orasida, tog'lar orasida Kelsuv. Xudo xolasa birozdan keyin ko'rsatamiz, yetib boramiz. Tabiat juda ham bir boshqacha. Islandiyaga o'xshaydi. Islandiyaga misol videolarni ko'rganmiz. Rasmlarini, videolarini YouTube'da blogerlarda vibe'ini beradi. Прям qaranglar. Снимаю. Салат. Раз, два, три. Manba itdi. O'rtoqlar, manba itdi. Bu itdi kadri. Тур сделайте. Там тоже горы есть. Да. Я вот видел там. Shu uyni bilganlar bormi? Mana shu ikkita tog' bilan rasm tushirilgan. Да, он что-то... Он держит. Лена. Наверное, перестал. он нравится ваш запах. Походу. Может, я пахну как собака? Я думаю, как еда. L'âme en peine, il vit mais par la peine. Il attend devant cette photo d'antan. Il n'est pas fou, il y croit c'est tout. Il la voit partout, il attend debout. Une rose à la main, à part elle il n'attend rien. Rien autour. Kelsuvni qanaqa paydo bo'lganligi haqida ozgina bir fikrlab ko'rdik, o'zimiz taxmin qilib. Ko'rib turgan bo'lsanglar, bu yoqda daryo oqyapti. Daryo ana shu ikkita tog'ning orasidan kelgan va bir qancha yuz ming yillar avval mana shu yerda bir cho'qqini qulashi natijasida toshlar daryo yo'lini to'sib va ana shu ikkita tog' orasida Kelsuv ko'lini paydo qilgan deb taxmin qildik. Bu geografik jihatdan. Ilmiy jihatdan faktik o'ylab ko'rsanglar ham bu yoqda o'sha tog'ni qulaganini izlari turibdi. Va ko'rsanglar toshlar qulab tushgan yerga taxminiy shunaqa bo'lishi mumkin. Bu yoqdagi o'sha tog' jismlarining asosiga ko'ra, bu yoqda suv oqishiga ko'ra, tog'ning orasidagi suv chiqishiga asoslanib shunaqa taxmin qilish mumkin deb o'yladik. Bu o'zimizning shaxsiy fikrimiz. Endi buni asl qanaqa paydo bo'lgani albatta Allohga ayon. Lekin o'ylab qaraganda shunaqa paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Chunki ko'p ko'llar, daryolar
tabiat mo'jizalari, shunaqangi yer qimirlashlar, shunaqangi bir tog' qulashlari natijasida paydo bo'ladi. Juda go'zal. Go. Yuhu! Наших съемочная команда. Money talks. I'll video. How do I Money escape? Money talks. I'm looking for. Xudo xolasa Kelsuvga ketib keldik. Hodisalarga Kelsuvni ko'rsataman. Наконец-то. Mana o'sha muzlagan Kelsuv. Mana shu videoni ko'rib turgan hammaga ushbu Kelsuv ko'liga kelishni tavsiya qilaman. Havo juda ham sovuq. Ko'rib turganlarda yuzim qizarib ketgan. Hozir bu yerda bir 0 gradus yoki minus qancha ham gradus. Toshkentda o'zidan, O'zbekistonda o'zidan 30 soatdan oshiq vaqt davomida yetib keldim bu yerga. Sarflagan pulimga, ketgan vaqtimga ming roziman. Chunki juda ham chiroyli atmosfera, juda ham boshqa dunyo. Qirg'izistonda juda ham ko'p yerlarda bo'lganman. Oltin Arashan, Tulporko'l, Sarchilik va bir qancha juda ham ko'p. Lekin aynan mana shu joy, aynan shu Kelsuv hammasidan o'tib tushdi. Eng zo'r, ya'ni bu lokatsiyani Qirg'izistondagi nomer 1 lokatsiya deb aytishim mumkin. Haqiqatdan. Buni faqat kelib ko'rgan odam biladi. Bu yil bu joyga kela olmagan bo'lsanglar, albatta keyingi yil kelinglar. Nima deydi, hozir tilim aylanmayapti, nima deb tushuntirib berishdi. Prosta chiroyli. Faqat ko'rish kerak xolos. Suv. Judayam sovuq. Nima deysizlar, oxirigacha boramizmi? Okay. Kontent qilaman deb jonimni xatarga qo'yib qo'ysam chiqdim-a. Buyog'im bir 5-6 metrlik jarli. Cho'ntagimda dron. Videoda oson ko'rish mumkin. Lekin Kelsuvga kelsanglar, shu toshning ustiga chiqib albatta dronda tushinglar. Uy, o'zi siqalanib ketadi. Tim bo'ldi qor. Yaxshi mana. Oyoq kiyim padosh yaxshi edi. Hech narsa bo'lmadi. Nadaman bu? Filmning Kelsuv. 2, пошли.
Bugun 1-noyabr 2025-yil. Aynan bugun Kelsuvidagi sezon butunlay ofitsial yopildi. Chunki bu yoq degani lotkadagi, katerdagi ishlaydigan odamlar ham o'sha lotkalarning motorlarini yig'ishtirib hamma olib tushib ketdi, chunki ko'l muzlagan. Endi qishda kelishi mumkin. O'zingizlarning xohishinglar bilan, kuchli komanda bilan. Biz eng oxirgi potok bo'ldik. Kelsuvga bo'lgan 1-noyabrda, xudo xolasa kelasi yil iyun oyidan boshlab 2026-yil iyun oyidan boshlab xudo xolasa sezon yana boshlanadi. Xudo xolasa sizlar bilan ham birga kelamiz shu Kelsuvga. Haqiqatdan kelishga arzigulik joy. Xo'p, to'g'ri, arzon joy emas. Ko'p xarajat, ko'p vaqt ketadi, lekin bunga nima deydi? 200% arziydi. Haqiqatdan arziydi. Qanday tog'larni qaranglar. Hamma xohlagan tog'iga o'xshatish mumkin. Hop. Islandiyani vibe'ini beradi. Ayniqsa bu yerlar. Hoppa. Qaranglar. Ana bitta indiski anaqa bor edi. Indiski klip bor edi. O'sha klipda shunaqa vibe olishgan. Bektemir kelyapti. Ot minib. Hozir billah dronda kadr olamiz. Mana shu tog'da videoda. Bektemir otni yugurtirib choptiradi. Men dron bilan videoga olaman. Последний поток в Кельсу, да? Мы самые последние идем в юрточный городок. Теперь здесь только придут зимой люди. Да. Это было странно. O'rtoqlar, orqamda tabiat nima deyapti? Voy, hamma tog'larni qaranglar. Вообще. Mana shu it ekan bu. Hello. Hozir keldim. Kelsuvdan. Qo'llarim qizarib, betlarim qizarib qolgan. Dronning batarekalari tugagan. 100% arziydi bu qiyinchiliklarga, albatta. Qiyinchilik, yo'ldagi masofa, sovuqlar, hammasi 100% arziydi. Sizlar uchun zo'r kontent. Ой, девчонки пришли. O'rtoqlar, dron kadrlarni o'tkazyapmiz. Men sinematikni oldim. Akamiz FPV'ni oldi. Brother from Germaniyadan. Like but you burn. Born in Tashkent. Oh, Tashkent. Toshkent Luka akamizdagi Toshkent Luka. Tashkent Luka. Toshkent Luka. You can say I am from Toshkent Luka. I am from Tashkent. Toshkent Luka. Oh. Tashkent. And we will soon together collab for Instagram, right? Yes, of Yeah, course. of With course. perfect videos here. Perfect As you video. can see here. A lot of them. Bizi editor. Bektemir edit qilib beradilar. Bizi qo'yamiz. Mishiqni kelib topgan joyini qarang. Qaranglar. Mishiqni topgan joyini. Ana bo'lmasa. Mana senga deyapti. Как она лапку вытянула. Mana senga deyapti. Опа. Can you say hello? Can you say hello, my followers? Tom.
Ana bo'lsa. Mishiq boqaman shekilli, ya. Jurnalist. Mishiq boqamiz. Videom yozib bitta siymasizlar. O'zingiz oshqo ovqatlaringizni berib boqasizmi? For lunch. Тоже наш водитель. Позже. Thank you also. Tek yog'da syomka qilishyapti. Klip olur, начали deydi hozir. Boshlab. Hozir mayda Bektemirda klipga tushirishdi, ha? Aktyor bo'ldi. Aktyor bo'ldi. Yo'q. Lekin men shogirdim bu yerda bo'ladi, shogirdim yo'q ketishim. Taqing endi. O'zi cho'mnisi bormi buni? Cho'milari ham bor. Cho'mni chiqadi. Ham cho'mni подозрительный, kimdir cho'mnida. Adishni olganingiz qulaylik. Oddiy ochkizib turibdi. Yo'lda sekin o'tasiz. Ustmasdan nimalar qoidalari bilan ochmaymiz-da. Ana endi kitobxon bo'ldingiz. O'zi kitob bu ushagan. Kitob ko'p o'qimagansiz, tiliz aylanadi. Umuman lug'atim yetmaydi. Tashkil istadi. То есть это в Москве не было,